Assalamualaikum ikrarlı izləyicilər, keşkanlar xeyirli olsun. Mən Adil Əliğur, Uyğur Tədqiqat İnstitutundan həmmanlar salam yollayıram. Hər həftə institutumuzun müdiri, şundaqla Hacettepe Üniversitesi Tədqiqat Fakültesi, Tarix Bölümü oxutucusu, doçent doktor Erkin Ekrem müəllimlər tüzüb qılan xalqara vəziyyət və kun tərtib namlı proqramımızınki yeni bölümü huzurunuzda oldu. Erkin müəllim, xoş gəldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Ertə, yəni 7. ayın 28. günü Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy davlat raisi Xi Jinping telefonda görüşüdü. Bu iki davlat başçılarınki eğer görüş olsa cemi 5. kıtımlık görüş oldu. Bu şunaqlıqı hazırkıdək Amerika Avam Palatasının başçısı Nancy Pelosi'ninki 8. ayınki 5'de Tayvan'ı ziyaretçi ihtimalindeki barlığının oturuğu çıkışı bilen Amerika münasebeti nəhayət bir ciddilik yatqan bir paytda iki rəhbərin telefonda görüşüşü həqiqətən nimeden direkt gördü, bu həqiqətən bəzi sualların peyda oldu. Anlaşılan qarğan deyək, münasibət vaxtında Amerika Aksaray Dövlət Xəvfsizlik Kengişi bayanatçısı John Amerika prezidenti Joe Biden'ınki yəni 28. iyulda Xitoy davlat prezidenti görüşü vaxtida Rossiya Ukrayna o'tirishki urush, shundaqla Amerika Xitoy o'tirishki iqtisodiy munosabatlar, boshqa munosabatlar to'g'risida ko'rishilganligini dedi. Balki bundan boshqa Tayvan masalasi bo'lishi mumkin. Balki biz davomli qiziqayotgan Sharq Turkiston masalasi bo'lishi mumkin. Biz bugungi programmamizda shu ikki davlatning vaziyati yoki munosabati jiddiy ilishayotgan mushtaq bir paytda ikki rahbarning telefonda ko'rishishi nimalarni derak ko'rdi? Lakin ikki davlatning munosabatiga bu ko'rishish qanday ta'sirlarni etilishi mumkin? Ikki rahbar o'tirsa qaysi masalalar, men degandan boshqa qaysi masalalar muzokara qilinishi mumkin? Muzokara qilinsa qaysi xil saviyada bo'lishi mumkin? Balki natija chiqmasligi mumkinmi? Balki bu ikki davlat rahbari kurashgandan keyin undan keyin munosabat qanday bo'ldi degan savollarni analiz qilishimiz. Albatta ma'lum, o'sha bir jiddiy paytda sizning ikki rahbarni ko'rishga qanday qaraysiz? Siz degandek bu 5. kıtım görüş oldu ama 5.sine kalgan 4.siga o'xshash bir her iki tarafınınki razı bo'lgan bir xil natija chiqmasi mümkün deb o'ylayman. Çünkü bir yerde ko'rishadigan jiddiy bir mesele Tayvan meselesi. Tayvan meselesi yalnızla bu burundan tatip kelgan Amerika Tayvan'ın xavfsizligini qo'g'dash, Xitoy bo'lsa Tayvan'ni o'zininki qit'asiga qiytilish degandek bu mesele emas. Shundaqla avvalda sizda o'tgandek Avam Palatasining raisi bo'lgan Nancy Pelosi'ninki 8. ayda Tayvan'a ilib bormoqchi bo'lgan bir ziyorat var. Bu ziyaret hozirgacha Xitoy tarafda bir to'rt qatimdek ziyoratga qarshi bo'lganligini, qabul qilolmaydiganligini ifoda qildi. Hatto qo'lidan kelganini qildiganligini degandan keyin bu yolg'izla bir siyosiy va diplomasiy masalasi emas, shundaqla askeriy bir masalami o'xshaydi deydigan bir gapni chiqdi. Bu Xitoy misolga Nancy Pelosi'ninki Arablarga qarshi qanday qilmoqchi masalasi bor. Yani normalde bu shundoq Biden'dan keyin, ya'ni Mavin başlıktan keyin bu Nancy Pelosi en kuchli yani Amerika'nınki liderining biri. Shuningga bu harbiy Arablar bilan berish bu bir qoida. Eğer de her bir Araplar bile bağsa, tabii bu şu Asya Tinch Okyanus rayonundaki Amerika'nınki kalan misalga uçak gemisi deyimiz, o yerdeki Araplarla belki qo'g'dashga kelishi mumkin. Xitoy bularga qarshi qanday qiladi? Xitoy belki Tayvan'ınki etrafdaki hava sahalarini belki kontrol ostiga ilish bilan Nancy Pelosi'ning Araplarning Tayvan'a düşüşünü belki aldığını tozaş mümkün, yani katkırak kılınır bir şey değil.
Bu jarayonda agarda bir chatoq chiqmagan taqdirda balki shunday o'tab keladi. Xitoy bo'lsa biz to'sidik deydi. Amerika bo'lsa biz bordik deydi. Ammo azroq bir chatoq bir ish chiqib qolsa, u vaqtida hamda harbiylik ish bo'lib qoladi. Bu bir jang masalasi. Bugungi ahvolga qaragan chog'da Xitoy Amerika bilan bir jang ichishga tayyor emas. Hozircha bu Amerikani terib turib jang ichishninki Xitoyninki hozirgi vaziyatni texmi yomonlashtirgan. Amerika ham Xitoy bilan bir jang qiladigan niyatim yo'q. Bunga buning natijasi qanday bo'ladi? Nancy Pelosi'ninki ziyorati amallashamdi. Xitoy amallashmasa Xitoy qanday qiladi va amallashsa Xitoy yana qanday qiladi degan masalalar hammasi shu bir ko'z qarash bilan davom qilyapti. Aslida ruh kelgan chog'da hech kim bilmaydi qanday bo'lganini. Xitoy qanday o'ylayapti bilmayman. Bugungi bu Xitoyning tashqi ishlar ministrligining so'zchisi Joliganning ifodasi qaragan chog'da bu yerda hech kim sizlarga kuchur bera oladigan hech kim yo'q davotidir. Demakki Xitoymi qanday tayyor bo'lganligini bilmayapti. Shu sababdan ko'payli abaqili ko'rdi degan masalalardan Xitoydi. Balki shu Bayden va Shi Jinpingning ko'rishishda shu masala balki jiddiy bir masala bo'lib, talash tartish qilish mumkin deb o'ylayman. Bu ish endi 8 oyning ichida bo'lgan bir ish. Ammo Xitoy hukumatga, ya'ni Aqsaroyga bisim ishiltib, buni hal qilaman degandek bir pozitsiyada, ammo hammamiz bilamiz Amerikaning davlatning kuchini nechaga bo'lib o'tgan. Ya'ni hukumat bir kuch, kongress bir kuch, undan keyin adliya sistemi bir kuch. Shuningga bu Aqsaroyning boshlig'i, ya'ni Joe Biden meclisning boshlig'iga buyruq tushirish bu Amerikaning qoidasiga tushmaydi. Xitoyda balki bo'lishi mumkin. Shi Jinpingning buyrug'i bilan bir narsa hal bo'lishi mumkin. Bunday bir murakkab bir ahvolda tarafning ko'rishishningki vaqti chiqaroq shu Tayvan masalasiga markazlashandiki deb o'ylayman. Ma'lum bundan boshqa bu Joe Bidenmi xili burunlar, ya'ni Amerikadagi paxalarni ko'z tutib turib Xitoydan kelgan mallarga qartilayotgan yuqori bajni sal tuvaltilganligini deydi. Buning sababi ham Amerikada hammamiz bilamizki, bu paxalarniki nisbatan ishi qarta elingan tadbir deyiladigan analizlar bor. Balkim bu qattiq ko'rishishda eng ig'ir salmoqni tayyor masalasi deyilsa, balkim ikkinchi bir sabab iqtisodiy masala bo'lishi mumkinmi sizcha? Tabii bu Trump hükümetinden itibaren Xitoyning mallarına karşı, yani Amerika kirish mallarına karşı nurg'un mallarga bir bazni o'stirish meselesi bo'ldi. Shunda turgan haldimi ikki tarafning ticari tutumu yanıla şu 650 milyar etrafta devam kılıvatıdı. Hatta Trump hükümeti vaktinden çıkarak buluvatıdı. Demek ki bu iktisadi ticari uruşu ya da savdo uruşu bir netice alamaganlığını gösteriyor. İkincisi bu siz degandek bu Amerika'ya mı ziyan buludu? Bu savdo uruşu normalde kısa vakitte uruk seple aldığan bir uslub anladı. Uzun bo'lib ketgandan keyin har ikki tarafga ziyon keladigan ahvollar bor. So'ngra bu xil savdo urushini boshlatgan taraf cho'qim qarshi tarafdan ziyonni oz ko'rish lozim. O'z vaqtida 1980-90ning boshigacha Amerika Yaponiya orasida mana shunday bir savdo urushi bo'lgan. Ve Japonya'nın maşinlerinin şu Amerika'nın pazara kirişinin aldığını to'sash için. Amerika o vakti da güçlüktü. Xalqaro inovati güçlük. Şununla Japonya'na ma'qul qilg'izarli da şu.
Ama Xitay bilan bağlan bu savdo urushida Amerikaga ham bir ziyon kelyapti. Hem de bu hozirgi xalqaro bir iqtisodiy nacharlashishning bir ahvoli bor. Bunlar hammasi birlashib Amerikaning xalqining turmushini qiyin bir ahvolga tashlab qo'yapti. Misolga bir Adidas oyoqni kiyish uchun Xitoydan keltirgan vaqtida balki bu $100 bormaydi. Ama eğer de bajlarını koyup ve bulup mu hazırda degan iqtisodiy nacharlashgan bir paytda bu Adidas oyoq texmi qimmat deb hisoblanadi. Bunga bu ba'zi mallarni, hammasini emas, ba'zi mallarni shu bajni biraz tushirib Amerika'nın pazarında biraz tanışışının niyeti var. Bu karar Xitay tarafından ait hoşarlıkla kabul kıldı. İşte kılış lazımdı. Ama Amerika yani bir cihetten, misalga Amerika'nın Boeing şirketinde nurgun Araplar almak. Bu Araplarını Amerika'dan almay, şu Avrupa'dan aldıgan oldu. Aybas şirketinden aldıgan oldu. Bu şirketin ağanı ki Amerika'da yani kırım kemidi diyor. Demek ki Xitay bir cihetten bu ticari uruştaki bajni düşürüşle birlikte başka pazarlarını izlavadı degan. Bunda payda Amerika'nda çakara Xitay bilan şu meselede biraz ciddi paranlaşışga bir mecburiyet görür bir ahval kıyılatıdır. Alın bayatın siz yipinizin beşide ben dedim ben 5. kıdım görüştürdü. Sizin bunu 4 kıtımda görüşüşte bir oylagan netice çıkmıyor dedi. Belki 5. kıtımda oylagan netice çıkması mümkün. Hiç bir taraf noktasın şu. Lakin bu şunda ahval batı yani nimişki görüştü degen bir so'l paydo bo'ldi o'tirdi. Lekin bu görüş nimişki yaraydı degandek şu. Hem de iki devletin arasında bir mesele bo'lgan vaqtida, munosabatlar zirikleşken vaqtida düşmanlaşıp bir-birisi bilan munosabatni düşman seviyege ekiliş her iki tarafga ziyon bo'ladi degan bir tecrübe var. Çünkü 500 yıllık xalqaro munosabatlar tarixinde bu ko'rilgan. Bulupmu iki ziddiyetli bo'lgan devletler meyli qaysi seviyede, normalde 3 seviye buludu. Birinci seviye devlet ile devletin adamları ile görüşür. İkincisi bu devletin ki muhim organları var. Tashqi ishlar ministerligiga bağlanan yoki devletine bağlanan bazı kentler var. Yani akıl ambarları var. Şundan mutahassislardan teşkil tapan adamlar birbirisi ile görüşüp meselelerini hal qilish. Üçüncü bolsa, yani üçüncü kanalları bolsa, o her iki tarafının ki biraz inovati bo'lgan, karşılıklı bulup birbirini kabul kılalaydıgan. Misalga deyli, Henry Kissinger Xitayga berip, görüşüp bazı meselelerini hal kılalaydı. Yani şahsilerine bu işe alışalaydı. Hazırki Amerika bu birinci kanalını tanıgan gap, yani devlet ile devletin görüşüşü. Çünkü bazen bu hata düşünülüş ile birlikte bazı tekimi vahim meseleler oturup çıkış mümkün. Buna aldığını iliş için görüşünün yani diyalogunun ki bir ehmiyeti doğanlığını görüyoruz. Müşah bilindendir. Bu ebeydidir bu soğuda meselesinde misalga iki taraf prensip cette kilişken olsa o prensipinin aslında ondan keyin şu münasebetlik yani bu iktisat ticaret ile münasebetlik adamlar bular ham bir yerga kelib texmi tafsili müzakere qilib bo'ladi. Endi bu belki biraz uzun müddet devam qilish mümkün. Hemen hal bo'lgan mesele ham de meseleme emas deb tushunsak bo'ladi. Bu hata düşünülüş, bu xalqaro munosabatning mikro nazariyasining biri. Bunun icatçısı bu Robert Jarvis degan bir adam. Onun yazgan düşünülüş ve hata düşünülüş deb bir kitap var.
Bu kitapta hem de siyasi, iktisadi, tarih, medeniyet, kültür degandek her sahada bunu tahlil qilgan. Yani aslında ichki devlet bo'libmi shu qimmat qarashlar jihatda, siyosiy jihatda, diplomasiy uslub jihatda nurg'un sohalarda o'xshashlik bo'lgan davlatlar texmi oson jidal chiqadiganligini. Shuningga bu dialog qilishninki bir akliti bo'lganligini o'tirib qo'ydi. Yani bu xalqaro munosabatning bir qoidasi hamda dialog. Bo'lsa, yani bu jiddiylashgan masalalarni sohbat bilan, dialog bilan uni azaltish yoki yo'qotish bo'lsa, texnik inoq o'tish degandek bir natijaga kelishni nishon qiladi. Olim, hozir hamda bu ishki iqtisodiy tavamaslik intayin muhim. Belki bizningki Sharq Turkiston masalasiniki tilga ilinish ihtimolliqi bormi yo'qmi? Bence bor deb o'ylayman. Chunki Amerika tarafı bu tilga olmasimi Xitoy tilga oladi deb ko'raman. Bo'libmi hozir Amerika Xitoy orasida shu Janubiy Xitoy dengizi masalasi, Hong Kong meselesi, Uyg'ur meselesi, Tayvan meselesi. Bular ikki davlatning orasidagi jiddiy bir masala. Hazır bu ilan qilganga qaraganda abaysiz deb o'tgan shu masalalarni muzokara qiladi deydi. Ammo Xitoy shu Hong Kong meselesi, Uyg'ur meselesi ve Janubiy Xitoy dengiz meselesi Xitoyninki yadro menfaati. Yani devletinin en esas menfaati. Devletinin en esas menfaatine karşı başka devletler kol sağlaması lazım ve bununla karşı bir yamanlık kılması lazım. Deydiğin Xitoy devamlı bunu sözler keliyordu. Yakınki yıllardan 4 yıldan beri şu Uygur meselesi, halkara meselesiga aylangandek hazır şu G'arb dünyasında Uygurlarni qo'llaydigan ve Xitoyning ilib olgan zulmiga qarshi ularga qarshi chiqayotganligini ko'ryapmiz. Xitoy bundan naytı rahatsız endi. Abaqa degandek bu devletninki esas menfaati bo'lsa, buni qo'llashga nozik ve ciddi qaraydi bu masalaga. Tezgir qaraydi. Shuningda bu Uyg'ur meselesini tilga oladi ve bir yerde hem de Amerika tarafı qanday javob berdi bilmayman, ama hiç bo'lmasa shu Xitoyninki Sharq Turkistonda ilib olgan zulm siyosatiga biz qo'llab qilish emas-da, ya'ni uni aldığını iliş, yani Xitoyninki qilgan bu bisim siyasetini aldığını iliş için sizlarga bisim ishlatamiz. Siz eğer de bunu tuzatsanlar, yani bu bisim siyasetini tuzatsanlar, bizmi sizlarga bunday bir bisim yoki tanqid qilmaymiz degandek gapni balki diplomatik uslubda bu gaplarni deyish mumkin deb o'ylayman, ama her iki taraf o'zininki deganlarini to'g'ri deb ko'rgachga bu yerdami bir o'rtaq bir kelishim chiqmaslik mumkin deb ko'raman. Aslida bu mundaq deb tushundim olim. Ikki davlat yoki ikki taraf o'rtasidagi bu kurashishda o'tirib qo'ygan masala, her iki taraf o'zininki masalalarini o'tirib qo'yib olish. Ondan keyin qarshi tarafmi o'zi masalani o'tirib qo'yib olish. Bir yerde mesele hal olmasın, lekin her iki taraftan meselelerden haberdar buluştuğu ibaret bir reallik deb ko'rdim men hozir. Ne bo'ladi? Yani karşı taraftakinin ki maksatı, niyetini bilse, ma tarafını bilgen takdirde onundan kim bir hal kılıç kısıp getirilgan. Türkçe'de uzlaşma deyimiz bu meselelerde o'xshash bir ko'z qarashga kelish uchun albatta degan maqsadlarni bilib olgan taqdirda undan keyin hal bo'ladi. Ya'ni balki har ikki taraf kayniga qadam tashlab bu ishni hal qiladi. Yoki har ikkisining sirtida, ya'ni ikki ko'z qarashning sirtida uchinchi bir ko'z qarash balki paydo bo'lishi mumkin. Balki o yo'lni tanlash mumkin. Ama hozirgi paytda Xitoyninki
Uyghur meselesinde tamamen bu Amerika'nın Xitayga düşmanlık kılayotganligini düşündü. Şununla Amerika hazır neyim deb düşündüsümü bu köz boyavatıdı, gap oyun, söz oyununu kılavatıdı deb Xitay anda düşündü. Yani Xitay'nın ki bu işbirliği kiliş bunda asan toxtamaydı deb oylayman. En az da hazırki vaqtlarda. Malum siz bu davamlıq bu mühim taratqularınki Şərq Türkistan münasibətli, Xitayga münasibətli, Amerika münasibətli qısqası dünyanınki vəziyyətlik münasibətlik xəbərlərini davamlıq tarab, küzütüb, onu yığıb bizlə ortaqlaşırsınız. Ama deganimdek şu iki rehberinin görüşüp münasebetlik mesela Avrupa taraflarında ya Xitay taraflarında, Amerika taraflarında qanday bir xabarlar chiqyapti hozir. Hem de bu Amerika'nın yeni hükümeti Amerika'nı yıkımayla burunki Amerika haline ekleş için qanday tirish kerakligini o'tirib qo'ygan. Misalga birincisi Amerika'ni kuchlantirish. Çünkü Amerika güçlengen vaxtida Amerika'ya meydan qo'yadigan devletler azaydı. Yani sen izan güçlük olgan için senin düşmanına sana aldırap hücum kılmaydı. Sana aldırap kıl uzatmaydı. Ama Amerika özünü güçlendiriş nurgun mezmun var bunun da. Yani siyasi cihette mesela iki parti arasındaki cideller bağın sırrı evcilleşiyor. Xitay meselesi, Uyghur meselesi, bazı meselelerde buna ortak bir ilgi buluyordu ama nurgun meselelerde yeniler bu ziddiyetler var. Amerika'nın ki cemiyet meseleler var. Akdenlik ve kartenlik meseleler degende. İktisadi meseleler var. Bunlarını hal kılmagan takdirde Amerika özünü güçlendiriş kıyın bulurdu. Bugün Amerika'da meyli harbiy teknoloji olsun, harbiy gücü olsun, normal bilgen teknoloji cetten olsun, güçlü bir değil. Bilim ve teknoloji cette Amerika hazırlıkta dedi, ornuna bir sıkıntı yok dedi. Dünyadaki en altıda gelen 500 üniversitenin 300'den kötü Amerika'da. Bunda bu Amerika hazırlıkta o güçünü tatsız koyduğunu yok. Acizliğin mı yok ağzıdır diyen sahalarda ama evvel diyen meseleler var. Bunların hal kılışı için kısa birkaç yılda hal olduğun bir mesele emel. Çünkü bu Xitay mı deydi, Dongşun Şijiang deydiğen bir bu var. Yani Garip çökevatıdır, Şark yükselevatıdır. Yani Amerika'nı çökevatıdır, şunlarla birlikte Garip'ni çökevatıdır. Şimdi o devir özgerdi. Bunun ikinci devir şart. Yani Xitay yükselişke Arap mağdurluğundan düşen. Amerika'nın ki ikinci bir kıldığan işi yandı. Şu özününki ittifaktaş devletlerle birlikte Xitay'a karşı çıkıyor. Rusya'ya birlikte karşı çıkıyor. Buna kısmen bozma kılvadıdır bu. Trump hükümeti vaxtida bu G'arbla münasebetleri yirikleşkende hazır tüzep oncap azraq bir özgürlüklermi buluyordu. Rusya karşı birlikte bu faaliyetini ilip bağlanlığını görüyordu. Xitayga karşı Tayvan meselesi, Hong Kong meselesi, Uyghur meselesi zaman yani bu G'arblar birlikte hareket kılıyatlarını görüyordu. Ama bu tek zıt bir ittifak emas. O faaliyet kılıyatan ceriyanda onun belki zıt işiş mümkün. Onun NATO olsun, G7 olsun, bu kuruluşlarma, bu organlarma birlikte hareket kılışının işaretlerini gösteriyor. Böylelikle Xitayga karşı. Bunu bir kısmını kılalavadıdı ve kelgüsünde belki eğer de bir hatalık kılmışsa, yani bu ittifaktaş güçünü güçlendireleydi de oluyor. Üçüncüsü, şu Xitay'ını xalqaro tizimga ekirish. Xalqaro siyosetdagi sistemga va dunyo tizimiga Xitoyni ekirish va Xitoy o'zining mas'uliyatini dunyoning ikkinchi iqtisodiy kuch, birinchi tijorat kuchi
bu kuchga ega bo'lgan davlat xalqarodagi ba'zi vazifalarni ustiga ilishib turibdi. Xavfsizlik bo'lsin, siyosiy bo'lsin, tijoriy, iqtisodiy, finans, shu har sohadagi vazifani ijro qilish uchun Xitoyni akirishga tirishyapti. Ammo bu hozirgi degan bu tuzum va sistem g'arbliklarni, Amerika boshchiligida g'arbliklarni qurgan bir tuzum sistem. Shunga bu Xitoy 2016dan beri shu g'arbliklarning qimmat qarashlarini, siyosiy alohidligini, ma'rif alohidligini qabul qilmaymiz deb dedi. Bu iniqlik bilan birlikda Amerikaning Xitoyni shu xalqaro tizimga akirish oson to'xtamaydigandek turdi. Hamda Amerikaning ba'zi mutaxassislar o'tirib qo'yyapti. Xitoy mavjud bo'lgan tizimni buzib, aslida o'zining ba'zi tizimlarni, ya'ni jahonning tizimini, nizomini o'zi yaratmoqchi. O'yin qoidalarini o'zi o'tirib qo'ymoqchi bo'ladi. Bunga bu xil tarixdan ko'rgandek, chunki 500 yilda ko'rgan bir ahvol bor. Ya'ni her daim yeni yükselgen bir güç, yani ikinci güç, birinci güç, yani hegemonya güçke meydan okuydu. Ama bu meydan okuşunun neticesi ne buldu degende köpüncü zamanda cangüler ahırlaşıldı. Bunu şu Harvard Üniversitesi'nin Ellison degen bir profesör bir kitap yazgan Xitoy bilan bir jang bo'lam dedi. Bu yerda shu Aberman degan 500 yildan beri 16 qitim shunday yeni yuksalgan kuchlar mavjud jahongir kuchga maydon o'qishdi. Buning 12si jang bilan tugabdi, 4i jangsiz tugabdi. Shunga Amerika bilan Xitoyning orasida bunday jang qilishning ehtimoli borligini qabul qilib turib, Profesör Edson bunun çaresini, yani aldığını iliş için, jang olması için, aldığını iliş için neymiş kılış lazım deganni o'tirib qo'ymoqchi. Demek ki bu Amerika tarafı bo'lsin, en azından Xitoy bilan bir jangning ehtimoli borligini davat ediyor. Bu xalqaro munosabatlarda 3 cho'ng nazariya bor. Birisi realizm, birisi liberalizm, birisi qurilmachilik. Tushunchada bo'lgan bu nazariya asosan shu ikki narsani asos qiladi. Birisi shu o'rtaq kimlik. Bu o'rtaq kimlik bo'lgan davlatlar, jamiyatlar oson hamkorlik qila olishga, undaq qilib jidal jang bo'lmaydi deb o'ylayman. Yani birisi shu qimmat qarashlarga ahamiyat berganligi, misolga inson haqlari deymiz, hambarobarlik deymiz degandek. Shu g'arbningki qimmat qarashlarini qabul qilganlar undan keyin muzokara yo'li bilan, dialog yo'li bilan urush jidalni tugatalaydi deb tushundi. Hozir hamda Amerika g'arb Xitoy bilan mayli tarix jihatdan, madaniyat, kültür jihatdan, siyasi kurulma jihatdan, her jihatdan o'xshamaydi. Bu o'xshamaslik bu jidalni oson yoritalaydi, ya'ni urush jidallarni oson yoritalaydi. Shunga bu xalqaro munosabatning yana bir nazariya bor, kichik bo'lsa bir nazariya, ya'ni demokratiyalik tinchlik deydigan bir nazariya bor. Bu nazariyaning asosi shu German filozof Kantning tushunchasilar kelgan. Ya'ni xiyolindagi demokratik davlat yoki qurilma. Ammo bu Xitoy bilan bu demokratik jihatdan, ya'ni demokratiya jihatdan o'xshamasliklar bor bu yerda. Shunga demokratiya o'xshamaslikdan tufayli abay degan tinchlikni barpo qilolmaydi. Ya'ni Amerika g'arb bilan Xitoyning orasidagi bu jidal endi davom qiladi bir mezgilga. Faqat tarixiy bir eqish bor. Zodi bu berib haqiqatan shunday bir jangni paydo qilamdi, qilmamdi. Shunga bu jarayon ichida
her gün, her saatteki özgürlüklerge dikkat kılış lazım. Bunu dikkat kılış için her gün neçe saat şu oturup çıkan şu haberlerini, analizlerini okup bunu aldığını göreliş lazım. Bulamdı, bulamdı. Şunga bu her gün takip kılgandan keyin bu haberlerini, cereyanlarını insana bir tecrübe kazandırdı. Yani bu tecrübe bile ve okugan biliminin nezriyeler bile yugurup ondan keyin bu cihan nege karab yengmadıdır. Eğer de mandan mansa biz kanda kılımız, anda mansa kanda kılımız deydiğen kanda kılışlığını u yerde payda kılıp olur. Şununla bu halkara münasebeti bile şokungan, halkara siyaset, halkara kanun, halkara ticaret, halkara iktisat, halkara bile münasebetlik bu sahala bile şokungan bir adam her gün neçe saatini çıkırıp eğer de okup izlenip kalısında yugurup kalısını kattırmagan bolsa o adamın bir çoğun iş kılalaydıganlığı işlenmek bekler. Şununla bu her gün bu vaziyetini takip kılışka bir mecbur hem bu bir mecburiyet. Sizin burada onu burun leksiyalarinizda yazgan maqolalaringizda bu sharh turishlar munosabatli. Biz Xitoy bilan kuch jihatini selishtirsak, bilim jihatdan, texnologiya jihatdan, madaniyat jihatdan, madaniyat kultur jihatdan bor demanda. Iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan bu jihatlarda biz hali tenkilanmaymiz. Ama bizning foydalanadigan bir muhim bir kuch bor. O bo'lsa xalqaro vaziyat deysiz. Davomli qo'shni taklif qilyapsiz. Chunki xalqaro vaziyatdan yaxshi foydalana olsak, biz Sharq Turkiston davosini texnik yuqori pallaga yetib chiqalaymiz, kuchaytiramiz. Ya'ni biz boshqalarning aqli va boshqalarningki vaziyatidan foydalanib turib, o'zimizni texnik taraqqi qildiramiz degan bu narsani o'tirib qo'yib kelyapsiz. Siz hozir degandek davomli xalqaro vaziyat nima bo'lyotidi, o'zgarish nerdan bo'lyotidi, bu o'zgarishlar xalqaro tartibga qanday ta'sirlarni ko'rsatadi, cho'ng davlatlar bo'libmi Xitoy bilan boshqa davlatlar o'tirish qanday ta'sir ko'rsatadi deganlarni bilish uchun albatta siz degandek shu muhim va ishonchli qaratqulardan chiqayotgan analizlarni, xabarlarni ta'qib qilgan vaqtida andan siz degandek bu ham davrimiz foydali narsalarni ikkilarni o'tirib qo'ya oladigan shundaqla yo'l siz beradigan bir saviyaga bo'ladiganini biz shuni tushunib yetdik endi sizningki hozirgi burungi leksiyalaringizda tajribalaringizdan. Devletinki başlığınınki görüşte bu Rusya meselesi. Onu hemimiz bilimiz yani Xitayning Rusiyaga yardım qilmasin, qo'llamasin uni deydi. Endi hozirgi bir paytda Xitoy Rusiyani tashlab qo'yib Amerika bilan yiqilishadigan bunday bir ahvol bo'lmagan qaraganda, ya'ni Xitoy Rusiyani yine ma'lum bir seviyede ve ölçüde yine qo'llaydiganligi aniq. Şunu da hozir matbuotlar chiqayotgan shu ma'lum amaliyotdagi TV masalasini bakroq ikki davlat o'rtasida shu Rossiya Ukraina urushi ko'proq tilga ilinishi mumkin edi, ammo sizningki bu hozirgi analizingizdan TV masalasiniki bu iqtisodiy masalani bakroq tilga ilinganligi va egri sarmoqni egalliganligini biz bilib yetdik. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizni to'xtatamiz. Biz bugungi programmamizda erta, ya'ni 28-iyulda Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Joe Biden o'rtasida ilib berilmoqchi bo'lgan telefon ko'rishishida tilga ilinmoqchi bo'lgan masalalar ustida analiz qildik. Erkin, sizga ko'p rahmat. Rahmat aytaman.